Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda bizning shirin so'zimizga eng haqli zotlari kim deb savol qilganlarida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam onang deb javob qildilar. Yana savol qildilar, yana onang deb javob qildilar. Yana savol qildilar. 3-marotibada ham ummuka dedilar, onang dedilar. 4-marotaba esa so'raganlarda abuka, otang dedilar. 3 bora onangga yaxshilik qilishlik, yaxshi so'z aytishlik, yaxshilik qilishlikka Rasul akram sallallohu alayhi vasallam buyurdilar. 4-marotaba so'raganda otangga ham dedilar. Mashoyixlarimiz otadan onaning farzandi oldidagi haqlari, darajalari 3 karra ziyodadir. Chunki ona farzandga xizmati otadan da ko'proq bo'ladi. Ota kasb-kor qilib yeguligi, kiyguligini hozir qilsa, ona uni 9 oy vujudida ko'taradi. 9 oy vujudida demasdan ko'taradi. Farzand qancha kattalashsa, shuncha mashaqqat ila ko'taradi. Ikkinchisi esa dunyoga keltirganda o'lim bilan olishadi. Dunyoga keltirishlikka o'limga ham rozi bo'lib dunyoga keltiradi. Uchinchisi esa go'daklik chog'imizda kechalarida o'sha uyqularini bedor qilib, kechalari ko'krakdan bol berib, oq yuvib, oq tarab, o'zi yemasada yegizib, o'ziga qilolmagan mehrni, o'ziga qilolmagan yaxshilikni farzandiga qilib o'tadi. Shuning uchun mashoyixlarimiz aytmoqdaki, 3 bora onangga qilgin, eng yaxshi so'zlari, eng yaxshiliklarni 3 bora onangga dedilar. 4-sida otangga deb marhamat qildilar dedilar. Ha, muhtaram azizlar, payg'ambardek zotlarni ham ona dunyoga keltirdi. Vali zotlarni, ulug' zotlarni ona tarbiya qildi. Imom Buxoriydek zotlarni ona tarbiya qilib islom ummatiga taqdim qildi. Onalarimizni xizmati, onalarimizni mashaqqati, muhtaram azizlar, ularni biz dunyoda haqlarini zinhor ado eta olmaymiz. Qaysi bir inson meni ado etdim desa, bilsinki u adashyapti. Bilsinki u ozgina qilgan ishini katta sanayapti. Xuddi shunday otaga ham qilingan xizmat, muhtaram aziz jamoat, bu ado etiladigan xizmatlar emas. Ota-onadek buyuk zot dunyoda topilmaydi. Ota-onadek do'st, ulfat dunyoda topilmaydi. Yoningizda turgan yoringiz ham, yoningizda turgan bolalaringiz ham, yor do'stlaringiz ham ota-onamizni o'rnini zinhor bosa olmaydi. Ota-onangiz hayotmi, g'animat biling. Ularni ehtirom qiling. Ularning har bir kunini, har bir olayotgan nafasini g'animat biling. Bir kuni kelib o'rnini paypaslab qolmang zinhor. Bir kun yo'qotib qo'ysangiz onangizni ro'mollarini hidlab qolmang. Bir kun otangizni yo'qotib qo'ysangiz chakmoni, do'ppisini quchoqlab hidlab ko'z yoshi qilib qolmang. Ularni g'animat biling. Mo'min musulmon inson, men haqiqiy ummati Muhammadman degan yigitlar ota-onalarni zinhor ranjitmaydi. Zinhor ranjitmaydi. Zinhor ularni yuziga, ko'ziga qarab tik boqmaydi, muhtaram aziz jamoat. Ota-onani yuziga qarab tik boqqan farzand bilsinki, u oq bo'lib ketishi mumkin. Ota-ona oq qildim demasa-da, lekin ko'zidan yosh oqsa oq bo'lib ketishi mumkin. Hozir bir oz ishi yaxshi bo'lib tursa-da, lekin ota-onadan keyin xor bo'lishligi bor.